Xo'p, assalomu alaykum bek avtobunachlar. Sizlar uchun Captiva 4 ni zo'r sostenstagidan topib qo'ydim. Bu chistый Captiva 4 bo'ladi. Holatlarni ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, zo'r masajni chiqorlar qo'yilgan, avtomat korobkada monitor, start stoplargacha qo'yib qo'yilgan ekan, lyuk bor. Xo'p, parok. Orqa qismlarini ko'rishlaringiz mumkin. Mashinamiz juda ham ideal turibdi. Changiga e'tibor bermaysizlar, chunki bilasizlar, hozir hamma hududlarda yomg'ir yog'yapti. O'shaning uchun yuvgan bilan mashinamiz kir bo'ladi. Xo'p, mana sizlarga orqa holatlari ili taglarni ko'rishlaringiz mumkin. Zo'r holatda turibdi. Aka, mashina ma'lumotlarni bersangizlar, probeg. Yili 2017-yil. Kraskasi shu unaqasi bor. Eshigiga, u taraf eshigiga Udar yo'q, ha? Udar. To'r balonlari yangi. Start stop chiqol poli qilingan. Udar kasbniki unaqa narsalar bo'lmagan, ha? Yo'q. Xo'p, metan propan aka. Benzinga aka o'sha. Chisti benzinda. Ha. Probegi Probegi 60.000 kilometr. nechinchi yil ishlab chiqarilgan? 2017-yil. Xo'p. Narxi qancha deyapsiz endi? Narxini shu 17 deymiz, kelishiladigan joyi bor. Bek avtobunachilar uchun 16,5 mingga gaplashsa bo'ladimi aka? Telefon qilishsa kelishamiz. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 91lik 740 4 Bek avtobunachilar uchun anchagina tushib beradigan joylar bor. Tez aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Sog' bo'linglar.